qarang bu yerda men gapirayotganda. Nechun siz? Mas, voy. Menga qarang. Bo'ldi endi. Erkak! Yana bitta uring. Men bir haftada bitta uraman. Nega qattiq uraman? Uzr xudo. Hurmatingiz qilib indamay o'tiribman men. Zo'r. Ey, kojinli divan. Parda. O'zing menga yerga teganda nima olib keluvding? Ikkita ko'rpachang bilan kelgansan. Uni bittasi sarg'ay yotibdi. Bittasini o'rtasida shu. Uni siz o'zingiz. Nima o'zingiz? Jim o'tir. Ko'proq gapiring, ovozingiz yoqimli ekan. Uzra, mana shunday odamlar qizini beryapti. O'pib tashardim, erkakchiligiga to'g'ri kelmaydi. Xudo, hamma narsani o'zimiz qilamiz. Hech narsa o'ylamaymiz, tushundingiz-a? Gap yo'q. 5 xona o'zimiz to'ldirib olamiz. Sen balkonda yotasan. 1,5 ga o'ch. Mana shu erkak gapirgan oila-oilada, men shunisini hurmat qilaman. Gap yo'q. U yog'ini o'ylamaysiz. Yo'q. Ilohim. Mana, uy egasidan. O'zingizga qaytganingiz rost bo'lsin. Bolalarimiz qo'sha qarib baxtli bo'lib, o'sha yerda tip qo'yib, palay yozib, toshday qotsin. Allohu akbar. Xudo. Oldimga tush balkon.